Sut ko'payishi ovqatga bog'liqmi? Keling birga shuni aniqlashtirib olamiz. Ko'pchilik hozir shokka tushishi mumkin, lekin bu haqiqat. Aslida biz yeb turgan ovqatimiz sutni ko'paytirib bermaydi. Sutni ko'paytiradigan maxsus gormonlarimiz bor. Shular ishlagan payti sut ko'payadi. Lekin nachunasa mamchiqlarimiz ko'p ovqat ye, jolli ovqatlarni ye deb aytamiz. Chunki ovqat yeganda stress yengiladi. Organizmda stress bo'lmasa, ona xotirjam bo'ladigan bo'lsa, sut ko'payadi va sut chiqishi ansat bo'ladi. Keling avvalgi yillarga qaytamiz, 40-yillarda. 40-yillarda dum ko'p ovqat bo'lmagan. Bu narsani yeb ketavergani, lekin har bir onada sut bo'lgan. Har bir ona bolasini 3 yoshgacha emizgan. Bu vaqtda smesli bo'lmagan. Shundan xulosa chiqadiki, что faqatgina ovqatga bog'liq emas sut ko'payishi. Aslida sut ko'payishi bizning holatimizga, xotirjamligimizga, stresssiz yurishimizga bog'liq bo'ladi. Xorazmda birinchi marotaba bo'lib, ona suti ko'paytirish texnikalarini, og'riqsiz va stressiz emizish kursini men yaratdim va sizlarga taklif etaman. 1 aprelda start. Hammangizni kursda kutib qolaman. Direct orqali joyizni band etishingiz mumkin.